Sıksa birlikte ishlayapmiz. Endi aytadi sulton suvagini xo'rlamaslik, to'g'rimi? Albatta bu cho'la Hasibov bo'lsin. Qani ketsin. Shoshilmas. Qani ketsin. İyi yaşa. Hasibov, ara. Sen git olmasın. Vah. Bu tarafı sayfadan kalmışsın. Hatta. Hasibov. Bravo. Mana shu holatda bir tovushim bo'ladi, javobni bergan. Qani ketdi. Bu yerda hepsi qalamroq qilishdi. Qani ketdi. Bravo. Tayyormi? Ketdi. Hasibov. Shoshilmas. Bu tarafı. DJ Mehmet Tekin. Yeter. Sen sonra sakın. Hasibov. Ana. İyi güzel. Çok iyi güzel. Herkes var. Bravo. Yerindeyse nasıl bir de tomosha bo'ladi, havasli bo'lsin. Mana shu holatda shisha pachasiga o'zini ko'tarib bo'ladi. Harakatda. Bravo. Tayyormi? Ketdi. Shoshilmas. Hep bo'ladi, Hasibov sizga ketadi. Endi esa Javohirbek mana shu holatda yuzi bilan yozsin. Sizlar uchun tomosha. Qani ketdi. Shoshilmas. Bravo. E'tibor bering, shisha pachasiga keladi, yuzi bilan yotadi. Mana shu holatda sizlar uchun tomosha bo'ladi. Ko'rdik, Mansurbek orqaga bosib o'tdi. Endi esa bu yigit yuzini ursin shishaga. Ketdi. Hasibov ustiga yashasın. Shoshilmas. Tayyormi? Ketdi. Bo'ladi, Hasibov. Mana shu holatda bitta yigit og'irligi. Ishlik tosh. Ketdi. Hasibov. Mayli, bir kishi yengillik qildi, ikki kishi chiqamiz. 50 kilodan bo'lsa 100 kiloga e'tibor bering. Shisha pachasida yuzi bilan yotibdi. Qani ketdi. Hasibov. Ozodbek, sotinchi ko'tarib oling. Meat parade. Hasibov, yashasın. Ana Hasibov. Bravo. Endi esa sizlar uchun bir tomosha bo'ladi. Keladi, orqaga bosib yozsangiz, mana shu holatda tomosha ko'ramiz. Ana shu yerda bitta qiyamlar olib chiqinglar. Qani ketdi. E'tibor bering, mana shu holatda yotibdi. Qorniga esa ana tutuniga buni ham olib keldi. Qani ketdi. Yo'q qorniga. Yo'q qo'y, shisha saqlaydi. Qo'ying. Rahmat. Mana shu holatda e'tibor bering, shisha pachasida yotgan bo'lsa, yigitlarni og'irligini ko'taradi. Oldiniga ikkitaga chiqinglar. Qani ketdi. Hasibov. Ketdi, 3 kishi chiqamiz. Hasibov. Mansurbek, yashasın. DJ Ahmet Erslay. Rahmat, albatta ko'ryapsiz, yigitlarni o'rtasida qo'l chiqib, sizlar uchun jonli tomosha bo'lyapti-yu, lekin bu qaysi panagrama bo'lib ketyapti-da.
Albatta qasik shular uyda otangiz bordir, onangiz bordir, to'g'rimi? Ota-onam yuzga kelsin degan mardlardan bir shorya qarsak bo'lsin. Sizlar uchun tomosha bo'ladi, harakat qiling. Rahmat, mana shu holatda Javohir Beydan tomosha ko'ramiz. Turing, mana shu bitta yigit o'rtaga tik holatda turadi, ustidan sakrab o'tib ketishga harakat qiladi. Harakat qiling. Libera con la papaya. Oh! No digas nada, no se entendería. Ay, rahmat, e'tibor bering, o'rtacha bo'yi 1,5 metrdan baland. Ana shu holatda, ana shu yigitga tegmasdan o'tish kerak. Kelishdikmi? Yana ham orqaga qo'yavering masalan. Harakat bo'ladi ana shu. Ketdi. Rahmat. Qasiyus. Rahmat. Endi esa baramas ikki kishi turinglar. Bitta usta kelib ko'ryapmiz, endi ikki kishi turadi. Harakat. Yana ham orqaga qo'yadi. Bo'ladi. Rahmat.